Hammaga salom. Men Sibirskiy Zdoroviy kompaniyasining birinchi bo'lib qaysi mahsulotni qabul qilganman, shu haqida sizlarga ma'lumot bermoqchiman. Birinchi bo'lib meni qabul qilgan mahsulotim bu Ritem Zdoroviy mahsuloti. Bu mahsulotni taxminan 2016-yillar edi. 3-farzandim 2 yosh edi. O'sha vaqtda o'zimda immunitetim juda ham past edi. Tez-tez charchab qolardim. Kasal bo'lganda ham haftalab, oylab kasal bo'lib yurardim. Ham energiyam ham rosa past, holsiz edimda. Keyin o'sha vaqtda menga shu mahsulotni tavsiya qilishdi va bu mahsulotni 1 oy davomida qabul qildim. Ishonasizmi yo'qmi, 2 yil davomida kasal bo'lmaganman. O'sha vaqtda bilganmanki, vitamin va minerallar inson hayotida qanchalik muhimligini va shu kompaniyani o'zini va mahsulotlarini juda ham yaxshi ko'rib qolganman. Hozirgi kunda yaqinlarimga, tanishlarimga bemalol bu mahsulotni tavsiya qila olaman. Sababi bu immunitetingizni tez tiklanishiga, kuchli energiya va sog'lom va bardam yurishingizga yordam beradigan mahsulot. Agar sizga ham ushbu mahsulot qiziq bo'lsa, shapka profilimga o'ting. U yerda meni ma'lumotlarim bor. Qayerdan qanday olish haqida ma'lumotlar olishingiz mumkin.